Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allah subhanahu ve taala hammamizniki Ramazan oruçunu kabul kılsın. Ramazan kılgan ibadetlerini Allah kabul etsin. Allah günahlarımızı mağfiret kılsın. Ve yeni Ramazan'daki keyinki yeni yılga Allah subhanahu ve taala yeni keyfiyat, yeni bir anadan tugulma halatdaki ahlak, paklık bilen kirginiş etsin. Biz Ramazan'daki ahirki unda şu Jalaleddin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizni ma'lum vaqt to'xtatgan edik. Ramazan'daki başlaşına degan. Bugun tunji qitim Abbasiylar haqidagi, Abbasiylarniki xalifalari haqidagi tunji xalifa Saffah degan xalifaninki tarixini o'qiymiz. Bu Abbasiylarniki davlati taxminan bular 550 yıldak hüküm sürgen. Bula Hulaku'nunki qulida, yani Moğollarniki qulida vayrab bo'lgan. Shundaqla hamda Abbasiylar davri, Abbasiylar xilofati, yoki Abbasiylar davlati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketib, Ali'ninki quliga tushganda bu huquq. Ali radhiyallohu anhu o'lib ketgandan keyin payg'ambarimizning jamoati, Hashim jamoatidan huquq butunlay chiqib ketgan. İkinci qatim hamda Abbasiylarniki huquqni qo'lga elishi, Hashimiylarning Hashim jamoatininki huquqni qo'lga qaytadan bir elishi bo'ldi. Ali ibn Abu Talibdan keyingi bosqichda. Bular nimishqa Abbasiylar davlati yoki Abbasiylar deb ataymiz degan vaqtida, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tog'asi Abbasninki navri cho'vrilaridan bo'lgan bir qism tabiiy tabiin qatorliq mashhur ulamolar, buyuklar qurib chiqqan davlat bo'lg'achqa Şuna bularni Abbasiylar davlati degan nom bilan atagan. Abbasiylarning birinchi xalifasi Saffahninki xilofati 132-yildan 136-yilgacha hijriya davr surganda 4 yil. Undaqda 132 Umayylar davlati g'ulab tushdi, vayron bo'ldi. Mushu vaqt bularniki Abbasiylar davlatininki qurib chiqilgan vaqti. Bu taxminan 751 yoki 52larga to'g'ri kelsa kerak. Hamda Saffahninki ismi kunyasi Abul Abbas, Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib ibn Hashim dedi. Yani bu Abdullah Muhammed'nin oğlu, Muhammed Ali'nin oğlu, Ali Abdullah'ның oğlu. Abdullah ibn Abbas şu. Bu Abbas'ның oğlu, Abbas Abdülmuttalib'nin oğlu, Abdülmuttalib Hashim'nin oğlu. Ondaqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan bu cemaat Abdülmuttalib tutuştular. Bu adam 108 yılı tug'ilgan. Bazı rivoyatlarda 104 yıl tug'ilgan degan qarashim bor. Bu adam hozirgi Iordaniyaniki Belqa shahrining Humayma degan qishloqda, yerda tug'ilganda. Humayma azaldan tarixdan buyon Rim imperiyasi davrida, keyingi Umayylar davrida, mayli Abbasiylar davrida eng muhim tugum bo'lgan bir o'rin. Bu o'rinni shu ayni vaqtida Umayylarniki sultonlari shu Abbasninki balları, mesela Ali ibn Abdullah ibn Abbas'a tabi'in eden bu. Şu kişiye bergen bunu. Velid ibn Abdülmelik'ninki bergenlik kayıt kılındı. Ondaqda Hicriye 95. yılda. Şu vaxtlarda müşahede Abbasiylarninki, yani Abbasninki nevri çevreleri orunu Hümeymi'ni makan tutup yaşagan. Çünkü bunlara soyurgal kılıp bölüp bergen Velid ibn Abdülmelik. Bu adam hem şu yerde çok olgan Hümeymi'de. Lekin keyingi mezgilda Kufida xalifalik bayat qilgan. Onisi Raitatul Harisiyya degan ayol shu. Bu ayol Bani Haris jamoatidan. Bu odam o'ziniki okisi İbrahim ibn Muhammed ibn İmam nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu Abbasiylarniki tashviqotini, davlat tashviqotini xaritasini sizib chiqqan odam bu İbrahim degan. Mush odamdan hadis rivoyat qilgan. Bu odamning o'zi hamda tog'isi İsa ibn Ali degan kishi hadis rivoyat qilgan. Bu o'zinki keyingi xalifa, yani Abdullah Saffah'dan keyingi xalifa Mansurdan kichikdi. Kichik bo'lishiga qaramay Mansurdan burun tunji xalifa bo'lgan bu. İmam Ahmad ibn Hanbal Musnad Ahmad nomli kitobida Abi Said al-Khudri rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedi: "Mening oilamdan, jamoatimdan bir odam chiqdi, shu ma'lum bir vaqt uzilgandan keyin, ya'ni Umayylar davri uzilgan vaqtda fitna namoyon bo'lgan, fitna ko'tarilgan davrlarda bu adamga Saffah deb nom berilgan adam. Bu adam mal dunyoni shundoq to'pcha chiqqandek berdi deb shunday degan. Bu odamni nima ish Saffah deb atagan deganda, Saffah degan asli ikki ma'nosi bor. Mashhur ma'nosidan biri nayt qonxo'r degan bo'ldi. Ya'ni birisi nayt mard, sehi degan bo'ladi.
Bu yerda qonxo'r ma'nosi sexiy nomi mashhurroq. Chunki bu nomi sexiy. Haqiqiy bunda sexiy podsho davlat qurishga nomi haqliq. Ki bu yerda xalqni tutib turdig'ini ko'rinayotgan ochiq manfaat bu yerda. Ubaydulloh ibn Ayshi shunday deydi, menga dadam bundaq deb bergan. Men nurg'un shayxlardan, ustozlardan anglagan, ular deydiki, azbiroy xudo xilofat deydi. Abbasiylar jamoatiga qaytirilib keldi qaytadan. Dunyoda ulardek Qur'onni nayt ko'p o'qiydigan, ulardek obid, ulardek taqvo solihlar yo'q edi dedi. Ayni vaqtida buni hatto Ibn Said rahmatullohi alayhi shuna rivoyat qilgan. Bular taqvo o'tgan oila ekan Humaymida. Mashhur. Ibn Jarir at-Tabari degan mashhur tarixchi mufassirning deyishicha, Bani Abbas, ya'ni Abbasninki bu jamoatininki bu ishlari boshlangan vaqtda ma'lumotli edi deydi ashulaga demoqchi bo'lganda. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam tog'asi Abbasga xabar berib, xilofat mushun bolalariga qoladi degan uchurni bergan. Bu bolalari davomli ashni ko'zitib turadi, ashni harakat qilgan deydi. Bütün bular hakimiyetini qo'lga olish uchun bular 30-40 yildak tayyorlik qilgan. Fikriy jihatdan, plan, odam yig'ish, tashkilot qurish, hamma jihatdan 30-40 yil vaqt ketgan bularniki. Endi Rishtib ibn Kurayb degan odamniki deyishcha Abu Hashim degan bu Ali roziyallohu anhu'niki nevirlerden. Abdullah ibn Muhammad ibn Hanifi degan adam şu. Bu adam Şam'a beribdi dedi. Şam'a berib şu endi bunu Humaym şu Şam dairesinde Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas degan kishi bilan ushqishibdi bu adam. Bu Ali roziyallohu anhu'niki bu nevirlari. Ushqashqandan keyin chunki endi bu Ali roziyallohu anhu'niki jamoati oshkora isyon ko'tarib, nurg'un jon bergan, qon bergan, bular asosan o'ltirilib yana ko'p zulmga azorga uchirgan Umayyalar davrida. Bu Muhammed ibn Hanifi'ninki bolasi bu Abu Hashim shunday debdiki, ey tog'amning o'g'li, bu bir jamoat hamda. Mening bir ma'lumotim bor, mening bir xabardor bir ishim bor. Men sana shuni bildirman. Onunla sen hiç kimi bildirmegen, bu sirni için saqlagin debdi-da. Degandan bak kişiler arzulaydigan bu hakimiyet sizlarda bo'ladi. Degandan keyin ha bilaman uni. Degan. Undan bo'lsa senden hech kim anglamasin degan. Demak bu payg'ambarimizniki bu jihatdan azroq bir ishorat bor demak buningda. İmam Madaini bir türlük olimlardan rivoyat qilgan bir mazmunda İmam Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas degan adam shundoq degan. Bizniki 3 paytimiz var. Mush 3 paytni aytdi yaxshi fursat bilish kerakda. Biri Yazid ibn Muaviyaning o'limi. İkincisi 100 yilning 5'i. Üçüncüsü Afrika qit'asidagi qalaymiqanchilik. Bu Afrika qit'asi hozirgi shu Mag'ribul Arabiy, Jazoir, Tunis, Mag'rib, Moritaniya qatorliq davlatlar maqsad qilindi. Hatto shu Liviya qatorliq. Shu vaqtida bizningki da'vatchilarimiz, siyosiy tashviqotchilarimiz bizning tashviqotimizni qilishga boshlaydi degan. Ondan keyin bizning mashriqdan yordamchilarimiz keladi degan. Mashriq hozirgi Xurason, Mavran Nahr qatorliq o'rinlar. Hatta ularninki otlari Mag'rib kichi bosadi dedi. Yani biz Mag'rib chiqishi egallaymiz biz demoqchi. Bular azaldan umid qilib yashagan. Hem bu jiroqdan planni qilganda undaq Yazid ibn Muaviyaning o'limi degan qaragan vaqtida bular hatta davlat qurish uchun 60-70 yil burun fikriy tayyorlikni qilib bo'lgan degan gap. Ondan hem de Afrika'da Yazid ibn Abi Muslim As-Saqafi öldürüldü. Bu kişi şu Umayyalarniki dağınık komandalardan. Afrika'da şu Yazid ibn Abdülmelik'ninki devirde Afrika vali bo'lgan. Şu vaqtida xavarishlar yig'ini paydo bo'lganda Afrika'da, Tunis hozirgi Aljeriya tarafida şu xavarishlarniki isyonida o'ldirilgan bu odam. Şunlar Berberler hozirgi şu Amazigh qabilalari şuna mesela Fransiyadagi mashhur
Zeynuddin Zeydan degan topçu, şu berberlerden, şu amazıqlardan boladı. Bular hem de bu toxtamni buzdi bu yerda. Bu yerli xalqlar. Şonlar Muhammed ibn İmam Xurasonga bir adam evatida. O adam şu evatgan adamni bundaq bir teşviqatla evatdi. Biz Muhammed Aleyhisselam'daki ailesini razı bo'lamiz deb. Bu yerda yana bir siyosiy teşviqatda bir g'umuz, yani iniqsizlik bor. Yani bir Resulullah'ın ailesini xursand bo'lamiz, razı bo'lamiz deyishda, bular Ali ibn Abu Talib'ninki ailesi mesela Talibiylar deymiz buna. Talibiylar nayetli ko'p azarga uchragan, o'ldirilgan, qasdlangan. Bu yerda ya bizden ya Talibiylardan demay, buni mafhumsiz, iniqsiz holat qo'yib qo'ydi-da. Bu siyosiy inayat kuchlikanda madamniki Muhammed ibn İmam degan adamning. Bu Abdullah ibn Abbas'ninki nevrilerden bo'ladi bu adam. Hech kimning ismini atmadi. Chunki Xurasonliklar Ali ibn Abu Talib'ninki jamoatiga nayt azaldan ko'ngil bo'ladigan, nayt omroq, bular uchun nayt ko'p qon to'kkan, hatto bir qism Talibiylar Ali ibn Abu Talib'ninki jamoatidagi kishilar Xurasonga qochib ketgan. Ondan Abu Muslimul Xurasoni va undan boshqa odamlarni turli xizmatlarga qo'ydi. Teşkilatninki başlıklarga xat yazdı dedi. Ular hammasi bu xatlarni qabul qildi bo'ldi. Yani Muhammed özüne men izbasar dedi de İbrahim'in oğlu. Şondan uzun ötmey Muhammed ölüp ketdi hamda. Muhammed ölüp ketip Muhammed özünki oğlu İbrahimni veliahd qilib qo'ydi. Mushu teşkilatninki rahbar qilib qo'ydi. Şonlar bu haber Mervan'a yetib bordi. Mervan da şu vaqtda xalifa bo'lib o Mevlana'nınki taxtini qo'liga elib isyon qilayotgan vaqtlari. Şonlar uni turmuq so'lab İbrahimni o'ldirib etdi. İbrahim bu ishni inisi Abdullah topshirdi. Abdullah mana shu Saffah nomida mashhur bo'lgan kishi. Şonlar bularniki har qaysi qo'llovchilari Abbosni qo'llab, Abbosning atrofiga yig'ilib 132-yili Rabiul Avvalning 3-kuni Kufada, Iroqda xalifalikka o'tadi bu odam.